Bazardan kelaverishdi. Bizlarda zo'r narsa, Xitoy vajlari 50 ming so'm bo'ldi. Bahosi dahshat. Xitoyga chista original narsa ko'rganingiz. Eng qizig'ini aytaymi, bu qizlarga 180 ming so'mdan shuba chista ko'rganingiz. Buni assortimentlari, razmerlari dim ko'p. Keyin uni bo'ladi. Plashdan bular 180 ming so'mdan uzun plash. Buni ko'pinchalik hijobiy xatirlarni ala ko'p kiyadi, jinski bo'ladi. Keyin bulardan bu. Türkiye olur. Bular Turkiya. Keyin bu qizlarimiz uchun. Plashdan 150 ming so'mdan bemalol kelaverasizlar. Nomerlarni qo'yib qo'yaman, telefon turib ham aldirsangizlar bo'ladi. Assortimentlar dim ko'p. 4. yıllardan tek kolay. 4-kun xudo xolasa yana assortiment keladi deb tutdilar. Bugun agar 12 birdan kelaversangiz, furada tovarlari kelib tushadi, bemalol ko'raverasizlar. Zo'r vajda keladi. Qilchasi 180 ming so'mdan ko'rinyapti. Hozir skidga qo'yibmiz. Yaxshi narsa, original narsa. Bedayni bilmasam. Ko'rganingizda arzonlik uchun hozirdan gap tutdilar. Ular 180 har qasi har xil ko'raverasiz. Bemalol kelaverasizlar. Biz ham shunda bo'lamiz.